Sergerdanlar psixik davolash o'rni qurilgandan buyon jamiyatning kuchli qo'llashiga erishib keldi. Sergerdanlar psixik davolash o'rnidagi xizmatchi xodimlarning hammasi munosabatli organ maktablarda muntazam tarbiyalanib chiqqan xizmatchilar. Bularning hammasining birdan kishini o'yga soladigan, boshqalarga ibrat bo'la oladigan hikoyasi bor. Sergerdanlar psixik davolashi ikki turga bo'lingan bo'lib, birsi normal davolash usuli, yana birsi alohida davolash usuli. Normal davolash usuli dal odatdagi psixik davolash o'rinlariga o'xshash doktorxona ichida muntazam davolash. Alohida davolash usuli bo'lsa, naqshi muzika bilan davolashni asos qilgan. Shu bemorning o'zining ahvoliga asoslanib, uning ko'nglidagi tugunni butunlay echish uchun bemorning nima uchun bu kasallikka giribtor bo'lganligini tepib chiqish hamda bemorga alohida bir maydon hozirlab, bemor bilan doktor sifatida emas, do'st sifatida nol oraliqda paranglashish. Bu orqali bemorning ishonchiga erishib, bemorning shu xil kasallikka giribtor bo'lganlik sababini tepib chiqib, yana mukammal bo'lgan diagnoz qo'yish, mukammal bo'lgan davolash ilib boradigan davolash usuli. Sergerdanlar psixik davolash markazi qarmog'idagi Sergerdanlar qavoxonasi maxsus alohida bemorlarni davolash uchun hozirlangan alohida maydon. Sergerdanlar psixik davolash o'rni va Sergerdanlar qavoxonasining qurg'uvchisi Gugum apandi. Davlatlik birinchi darajalik psixik maslahatchisi, gipnoz ilmi doktori, Sergerdanlar qavoxonasidagi xizmati qavoxonaga xaridor o'qituvchi, xaridor boshlab akelguchi, asosliq gipnoz qilguchi. O'bbigulxon tibbiy dashuning pensiyaga chiqqan psixik o'qituvchisi. Sergerdanlar qavoxonasidagi xizmati batayda turib xaridorlarni kuzatish, ahvolga qarab hukm chiqarish. Jonchiray apandi, xomushlik kesli ilmiy professori, Shanxay Fudan dashusining taktik psixik maslahatchisi. Sergerdanlar qavoxonasidagi xizmati xaridorlarning hikoyasini anglash, nuqtaliq fikr qatnashtirish. O'shur apandi, davlatlik ikkinchi darajalik psixik doktori, pedagogika dashusining muzika ilmi doktori. Sergerdanlar qavoxonasidagi xizmati xaridorlarning hikoyasini anglab xotirlab, xaridorlarning kayfiyatiga asoslanib kasallik ahvolini tadqiq qilish va diagnoz qo'yish. O'shur apandining saqaymas kasali bor. U bo'lsa-mu obsessiv unal nerviziya kasali, ya'ni changpo'jang. Shenzi xonim, davlatlik ikkinchi darajalik gipnozchi, psixik maslahatchisi. Sergerdanlar qavoxonasidagi xizmati alohida obraz bilan kutkichilik qilish orqali xaridorning qarshilashish, ehtiyot qilish sezgisini ojizlashtirish. Qadir apandi, san'at maktab muzika ilmiy o'qituvchisi, psixik ilmi o'qiyotgan aspirant. Sergerdanlar qavoxonasidagi xizmati har qitim xaridor hikoyasini so'zlab haddidan oshgan kayfiyat yoki g'azab psixikasi paydo bo'lish oldida tuyuqsiz paydo bo'lib, xaridorning diqqatini tortish. Bu orqali xaridorning g'azab psixikasini unuttirib, normal holatga akilish. Raqim apandi, davlatlik ikkinchi darajalik chiniqish terneri, Qadir apandining yaqin do'sti, psixik davolash o'rni praktikat o'quvchisi. Sergerdanlar qavoxonasidagi xizmati xaridorlar aroq ichayotganda o'zi oqsil yoki tuxum ichib xaridorlarni sog'lomlikqa da'vat qilish. Bargi xonim, san'at dashusining doktor riyosetchilik kasbi aspiranti, psixik ilmi aspiranti. Sergerdanlar qavoxonasidagi xizmati xaridorlarni yordamchi gipnoz qilish, sahnada riyosetchilik qilish. Öpügül hanım, bugün bek oturup kettik ko. Gugum efendim birer meyman başlap keley demeydi ko. Kapılmay bir telefon kapakına. Kaçan başlap keldi ki? Neçə gündür bu yan, həmimiz ciddi işlər, çarçıdıq.
Bugün nurgun bimarlar xeridarlarni ayın tavırladı. Telefon qildi, ma'mini qaytardi. O'ylaganim, bugun hammamiz mishiyada aramag'ach. Aramizdagi birarsimizning hikoyasini anglab olaylik. Chunki hech qaysimiz bu yerga to'yiqsiz kelib qolmadik. Men hammanglarning hikoyasini bilgan bilan sizlar o'zaro bir-biringlarning hikoyasini anglab olaylik. Şunu bilgen başta kimden hikayesini anlayımız. Şunu deyişim olay. Monika, tapşırıqını işlep qo'ldingizmi? İşlep buldum. Undaqda bugun Monikaning hikoyasidan boshlasak qanday deysiz? Monikaning bu yerga qanday kelib qolganligini O'bigul xonim bilan mendan boshqa hech qaysingiz bilmaysizlar. Monika, bugun siz haqiqiy mehmon sifatida o'zingizning hikoyangizni so'zlang. Yaxshimisiz lan? Yaxshi. Bugun oxiri sizning hikoyangizni anglashga fursat kelibdi. Tamtirmay, ichilib so'zlang. Rahmat aka. Asli mening hammadan boshqa sizning hikoyangizni anglashim bordi. Shu bo'yningizga zanjir bilan hikoyangizning asos munosabati bor deyman. Benim hikayemden başka aldırmayla. Bugun sizden başlap keleyli. Ko'pchilikning hammasi taqozolik bilan sizni bu yerga qanday kelganligingizni bilgisi kelyapti. Qani Monika, tayyorligingiz bitgan bo'lsa, qulog'im sizda. Vay, O'bigul xonim, yaxshimi? Aqavaxon hozir bormi? Boshqa ishim yo'q. Sartan xushroq ishimni topolmayapman. Yuragim og'rib qo'zg'alib ketdi. Yo'q. Kimsalar bo'lmay o'zim borman. Ma'qul. Şur efendim, men bu yerdan odim tursam, mening hikoyamni xotirlamsiz? Albatta. Hamma ishlarni xotirlab manganda o'xshash hikoyali xirdonlarning diagnoz qo'yish texnik oson to'xtaydi. Sizlar siz hissiyotga taqmo kirishingiz uchun o'zingizdan o'sha kelgan bir mehmon suhbatida his qilib, o'zimdan savolim boshlayman. Sizni bu yerga kim boshlab keldi? Chiroyi issiq ko'rinadigan bir odam. Demak, sizning bizga deydigan bir hikoyangiz bor ekan-da. Bu yerga hikoyasi bo'lmasa kasb bo'lmamda. Bo'lmaydi. Men bir illiq, go'zal oilada tug'ilgan.
Ota-onam meni malik sifat ko'ratdi. Kichigimdan nihoyat erkichon bo'lgan qizdim. Ailemiz shunchalik baxtli oila edi. Baxtimizga ko'z tegdimi o'tgan bilmadim. Bu baxtli oila bora-bora Yana qizim chiqroq, yana uruqlab ketyapsiz jumosiz. ma'qul opa. Dada, Keldingizmi? Siz kirib keting. Kirib keting. Nima bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Asqar. Şirketimiz veyran bo'ldi. Hech qisi yo'q. Yinazda men bor. Qizimiz bor. Biz cho'qim qaytadan bosh ko'taralaymiz, ha? Ma'qulmi? Qaytadan. Ha? Qandoq boshlaydi? Ben nasıl iş? Men cho'nloqda ozroq pul qarz olay. Ma'qulmi? Ularda qanchalik pulim bor edi? Ularning menga berib qo'ygan puli bor. Biz shuni ishiltib turib, keyin pul topganda berib olsak bo'ldi emasmi? Asqar. Her az bo'lmasa siz burun menga iptagan heliqi oltin chechakdan olgan 400 gram oltinlar bog'i shuni sotsaqmi bo'ladi emasmi? Hey Asqar, qizimizning nomidagi heliqi oltin qasrdan olgan birta uy bog'i voy nimadan ansiraymiz shuni sotsaq bo'ldi emasmi? Voyjon ish qilib bu ishlarni cho'qib hal qilib bo'ladi Asqar. Ma'qulmi? Ha? Bo'ldi ya. Tamoq yemsiz. Sutmozim ichib ketganda. Bo'ldi. Ya qarabchilab bo'ldi ya. Mana. Avo 15 mingga yaraydi. Ikki qo'l ortiq emas. Ha? Mana men qayta ishlay. Qaytib keling mama. Uxlaydi. Ha? Oynaydi.
Geçtim. Cepbe təlim gelmeye atılar. Xutun! Hey! Ma ağayın balan qo'sqa ichib ketdim ha. Tamoq etib chiqay. Moya! Bana ibrahimsiz. Dadisi, hazır vaqtni birga berib qopdi. Uning ustiga qizimiz maktabga boradi. Sen ne demekçi ya? Ha? Ağaylarım kesin dağıtamsa? Yo'q, men undaq demoqchi emas. Shu qizimiz yaxshi oramolmay qoladi. Ya abzu uyudu uxlaymaksa! Ha? Mula! Ey Gülnar! Bana çıkı. Azraq pul tepiri. Nereden tepirme? Nereden tapsan tapmam sen. Yamsa qinapanmı sorup bakamı? Yiliqi 100 ming qo'yni so'rig'ila endi 1 oy bo'ldi. Men qaysi yuzim bilan yana pul deyman? Asqar, siz bek o'zgarib ketyapsiz. Yana qima o'yindingizmi? Pulum bor vaqtida o'ydatdi. Ha? Endi pulim qolmaganda satkornot qoqishmanda. Men shu puldan senda to'qam o'qidim. Ha? Ana azroq o'ylab qo'ysam nima bo'pti? Qarg'an pulon xashlatga qoqishmandim. Ha? Men sana deb qo'yay. Pulni topsangmi topsa, topmasangmi topsa. Bo'lmasa ana ish ko'chib. O'zimda yo'qol. Shunday qilib, sizlarning baxtli oila bora-bora o'zgarishga boshladi, shundaymi? Ha. Ota-onamning munosabati bag'asir yiroqlashdi. Shu illiq oila bag'asir so'q, muzdek oilaga aylandi. Dadam o'zini tashlab ketdi. Butun uy shu opamning maoshi qarashi bo'lib qoldi. Shunchalik tip-tinch oila edi. Hech qanday urush ag'anat yo'q oila edi.
Shundan keyin butun ish o'zgardi. Opamning shu aydın yuzlariga pat-pat dog' tushadigan bo'lib qoldi. Dadamning qo'lidan aroq tushmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni shu go'zal turmush va qabohatli tushga xotima berildi. Ol içeyemem ha. Ay arlaşmağına. Hocam. Sizler neymiş kıpakçı? Pulni qaytarmamsa, bir oy bo'ldi. Telefonimni telib, ya pulni qaytarmaysa. Mana shu beradigan. Shu ozroq vaqt saqlab turgan bo'lsanglar, o'zimdan tanib qaytarib deydigan. Nima jiq bana bu? Buga ya pulni bersa, ya uyani chiqatmaymiz. Aka, qapama aka. Sen avar qitdim ha. Mana asl sizlar kipshiribsizlar emasmi? Oldinlarga olib beratdim. Üstü çıkınla. Bir piyalda çay içip, ondan ki bana öğüden dikkine açık bir ay, Hudum, siz kızımdan dikkine bankaya çıkıp bir pulanı, Ekrem, bak Ekrem saklap kas bulmaydı, Oturunlar Ekrem, oturunlar, dikkine oturunlar, Hani öyle işlem kalmadan arabasını alacak Allah kahretsin. Umarım bir şey çıkacak ya. Ben dikkat çaya çıkacak ha. Bombayla gap qilmadim. Ben siz gap qilmadim. Ya kız burada!
Bugün qavoqxonamiz amina jig'lab qoldi. Yana bu yerda bir qiz bo'ldi. Bu Monika sonimizga. Kechiranglar, beksat bo'ldi. Monika sonlar. Monika Shunda qilib men baxtli turmushim va quvvatli turmushimga asos bo'lgan odamdan ayrildim. Men bir qiz bo'lg'achqa qo'llarim meni beqishga xohlamadi. Shunda qilib meni paravonlik o'rniga olib borib qo'ydi. Ama o yerga berib, menga yana umid keldi. U yerda menda kichik, menda cho'ng odamlar bordi. Ular menga hammasi nihoyat yaxshilik qiladi. Oxir hikoyangizni oldik. Sizning yurtingizga, moslashchanligingizga opirin so'lim. G'ayrat qilsanglar. Öpügül hanım sizle kaçan şuraşkan. Şunu davamlı anlam gelmedi. Cançıra efendim. Kızım Monika hikayesini bugün şunchalik so'zlab tursin. Qolgan hikoyalarini mening hikoyamni so'zlaganda qo'shib anglaysizlar. Hozir o'ylasam, kunlarim shunchalik baxtli o'tibdi ekan. Eras, balla paravonlik o'rnida texnoga to'lan kun o'tkazib beradi. Qanday mübarek olsun. Ulan mübarek olsun. Rahmat ko'pimdiga. Ammolarga rahmat. Bugün bizning sahnadagi o'rinlashtirishimizni cho'qim yoqtirganligimizga ishlaymiz. Gözlerimde nurlar çaknısa, nurlar içinde yegane bir kız. Gözlerimde nurlar çaknısa, özüm üçün etmaqtın ıxşar. Kılamay seni, unutum özünü, unutamay seni. Mümkün bulsa
red kılamay seni Unuttum özünü unutamay seni Mümkün bulsa kolunu ver ömrümge Bir ömürge asray seni Red kılamay seni Unuttum özümni unutamay seni Mümkün bulsa kolunu ver bu ömrümge Bir ömürge asray seni Asray seni Monika sağlam to'lg'ankungiz muborak bo'lsin. Meni ham naqshirim yoqdingiz, ko'p rahmat. Gugum apani siz bilan eng kichik mastanam ekanligingizni aytganda shunday xush bo'lgandim. Shun to'lg'ankungiz ulgurib, naqshkashligim baxsurib kelishim. Hey, ko'pchilik Monika sağlam intayin aqlli. O o'zining kayfiyatini o'zi qanday tanishishni bildi. Shuna uni gipnozimiz ham bildiganda. Monika hozir bizni gipnoz qilgandek bo'lib ketdi. Gipnoz qilmaydi. Biroq qaboqxonamizningki qoidasi bo'yicha naqsh musiqa bilan daqlashyapti. Monika qizim, bir daqiqangiz bek amroqdingiz. Ana, bir daqiqangizmi keldi. Yana damang. Hikoyangizni xotimbagdek bir naqshinda. Men amal qildim. Rahmat Gugum tog'a. Hammalarga rahmat. Meni o'zinglarning bolasi so'ng sifat ko'rganlarga rahmat. Mendan aka, sizga alayda rahmat. Meni naytibek hayajonlantirib etdingiz. Men bugun o'zim bir naqsh aytay. Zimistondagi shu ota-onamni mushu naqsh orqali o'zim uzday. Yaxshi singlim. Naqsh musiqining eng cho'ng qibida odam kuch-qudrat ato qilish. Odam rag'batlantirish. Hammamizga umid, ishonch, madad berish. G'ayrat qiling.那是一个秋天，风儿那么缠绵，让我想起他们那双无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响，震彻山谷。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸，才用他的双肩托起我重生的起点，黑暗中泪水沾满了双眼。
到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间，不知道未来还会有什么风险。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我希望还会有，看到太阳出来，妈妈笑了，天亮了。天上数星天天，我在梦里看见我的妈妈，一个人在世上要学会坚强。你不要离开，不要伤害。